Assalomu alaykum. Bugun butun internetni va Instagram sahifalarini portlatib turgan ajoyib taom tayyorlaymiz. Ushbu taomimiz tojik milliy xalqining retseptlar kitobidan olingan qurtoba retsepti. Ko'chaga chiqamiz va qurtoblarni sotib olamiz. Qurtoblarimiz salgina yumshoqroq bo'lsa yana ham yaxshi, juda ham qattiq bo'lgan qurtoblarni sotib olmaysiz. Menda 25-30 dona qurtob, ustiga issiqqina suvni quyib qo'yamiz va mana shunday ezgilab qo'yamiz. Qurtoblarimiz erib yumshoq holatga kelguncha biz qatlama patir tayyorlab olamiz. Idishimizga 500 gram oppoq unni solamiz va unga bir chimdim dro'ja, tabga qarab tuz va suvni qo'yib qattiqqina xamir tayyorlaymiz. Xamirimizni salag'an paketga o'rab tindirishga qo'yamiz. Bu orada biz go'shtni qovurib olamiz. Menda 300 gram mol go'shti, go'shtimizga ozginagina tuz, ziravorlar va soya sosidan solib yuboramiz. Go'shtimizni qip-qizil holatga kelguncha qovuramiz va unga 1 piyola suvni quyib, dimlab, olovni pastlatib qo'yamiz. Tingan xamirimizni katta qilib o'g'loq yordamida yoyib olamiz. Video roligim uzoq cho'zilib ketmasligi uchun xamir yoyish jarayonini uzoq ko'rsatmadim. Yoyilgan xamirimizga margarin yoki saryog'ini surtib, mana shunday lenta shaklida kesib, bir-bir ustunlikda o'rab chiqamiz. Qavatlari qat-qat bo'lib chiqadigan ushbu qatlama patirni endi non shaklida yoyib olamiz. Qalin qilmasdan yuqoriroq qilib yoyamiz. Qurtoba taomi uchun faqat qatlama nondan foydalaniladi. Oddiy yog'li nonga tayyorlasa ham bo'ladi deganlar xato qiladi. Qatlama patirimizni mana yupqa qilib yoyib olamiz va chekich bilan chekib chiqamiz. Shirinligi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Qatlama nonimizni duxovka listimizga joylab olamiz va mana shunday kefir yoki suv surtib qo'yamiz. Qatlama patirimizni past va tepa qismi yoqilgan duxovka pechimizda pishirib olamiz 25 minut davomida. Salat uchun oddiygina bodring kerak bo'ladi va parrak qilib to'g'ralgan pomidori va bir dona piyozni ham to'g'rab yuvib olamiz. Jaydari tilda aytganimizda o'zimizni oddiygina shakarop tayyorlab olamiz. Bu vaqt oralig'ida qurtoblarimiz mana shunday yumshoq holatga kelib qoladi. Qurtoblar quyuq holatda bo'lsa, yana ozginagina suv quyib yuborasiz. Endi esa ushbu retseptimizni kattaroq idishga yig'ib olamiz. Qavatlari qat-qat bo'lib chiqqan yog'li qatlama patirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Juda ham mayda qilib yubormaymiz. Ushbu retseptni armon bo'lib qolmasin deganlar bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring va mazasiga o'zingiz baho berasiz. Maydalangan qatlama nonlarimizni ustidan endi ayronimizni solamiz. Ketidan esa salatimizni solamiz. Salatimga tuz solmagan edim, chunki qurtob juda ham sho'r va go'shtim ham tuzlangan. Salatning ustidan bir chimdim tuz sepib qo'ydim. Yumshoqqina bo'lib pishgan sho'rtakkina go'shtimizni solamiz va ustidan yarim piyoladan oshiqroq qizib turgan yog'ni quyib yuboramiz. Taomni bezatishlik o'zingizning ixtiyoringizda. Men kashnich ko'katidan foydalandim. Va retseptimizning nomi qurtoba bo'lganligi sababli bir dona qurtobni ham yana mana shunday qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib qo'ydim. Tojik xalqining milliy retseptlaridan biri bo'lgan qurtoba taomi tayyor bo'ldi. To'g'risini aytsam, o'zim ham birinchi marotaba tayyorlayapman va birinchi marotaba iste'mol qildim. Mazasiga umuman gap so'z yo'q, ayniqsa oila a'zolarimga juda ham yoqib tushdi. Qurtoba taomini retseptlar kitobingizga joylab qo'ying va hozirgi yozning issiq kunlarida ko'ngilga tegmaydigan ushbu taomni mazza qilib tayyorlab iste'mol qiling. Hammaga rahmat.